Bugun sizlar bilan poplin matosidan uzog'i yarim soatda bitadigan mana shunaqangi juda ham chiroyli o'zidan chiqqan yengli koftichkamizni modellashtirishni ko'rib chiqamiz. Birinchi qiladigan ishimiz matoyimizni to'rga buklab olamiz. Albatta chayib keyin tikishimiz kerak bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz yelka kenglik bo'luv 2 ni belgilab olamiz. Eniga 8, pastiga 3 sm qilib, qiyaligini 3 sm belgilab, mana shunaqa qilib yelkasini birlashtirib olamiz lineyka yordamida. Yelkadan pastga yana 10-12 sm tushib olamiz. Ko'krak aylanasi bo'luv 4 sm plus 2 yoki 3 sm. Belga ham xuddi shunaqa. Men ko'krakdan deyarli pastga to'g'ri tushiraman, ya'ni boksaga birlashtirgan holatda figura bermayman. Keyin esa yuqori bilak aylanasi bo'luv 2 plus 3-4 sm qilib, xuddi mana shunaqa qilib qo'ltig'ini chiqarib olamiz. Cho'k haqqi uchun yana 2 sm berdim. Uzunligini esa 80 sm qilib oldim koftamizni. Mijozimizda bo'ylari uzunroq bo'lgani uchun. Qolgan joyini esa avval simon qilib etak qismini chizib qirqib olamiz. Mana endi esa buni ichini ochib, faqatgina ikki qavatini o'zini, ya'ni oldi tarafi bo'ladi. Yelkasidan 2 sm, oldi ochiqligini pastga 15 sm tushib, mana shunaqa qilib o'yib olamiz. Tikuvchilikdan noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Sehan Chevarson nomli onlayn kursimiz 15-maydan boshlanadi. Shoshiling, imkoniyatni qo'ldan boy bermang.